Bilasizlar, bugungi kecha kunduzda juda ko'p mollar nobud bo'ldi. Turli xil yuqumli va yuqumsiz kasalliklar tufayli har yili mollar nobud bo'ladi. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun har bitta xo'jalikda agar bittadan sigir olib boqilsa agar, bu narsa sekin-sekin kelajakda yo'q bo'ladi va choramiz yana ko'payadi. Xudo xohlasa bilimim yetguncha, Alloh qodir qilguncha o'zimni bilimlarim bilan turli xil blogerlarning kanaliga kirib, o'shalarni bilan savmestniy videolar qilib, turli xil kasalliklar haqida ma'lumot berishga harakat qilaman va albatta uning uchun meni kanalimni kuzatishda davom etinglar, kanalimni kuzatishdan to'xtatmanglar. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli va foydali videolarni chiqarishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, Roma Vetus kanali kuzatuvchilari. Sizlar uchun bugun xudo xolasa juda manfaatli, juda foydali video bo'ladi. Videomizda qaysi sigirlar parodasini boqish ma'qul, qaysilarini tanlab olgan yaxshi va shulardan biri rossiyskiy chorno-pyostri sigirlari haqida video qilamiz. Operator yaqinroqdan. Endi bu yog'ini sekin-sekin informatsiyasini beramiz. O'taver o'rtaga. Yamaga tushib ketmagin. Bu yerda ko'radigan bo'lsalaringiz agar 43 bosh Rossiyadan keltirilgan birinchi qo'l hech qanaqa o'rtakashlarsiz rossiyskiy chorno-pyostri g'unajinlar, e'tibor beringlar, sigir emas bular. G'unajinlar birinchi qo'ringa hammasi bo'g'oz. 5 oylikdan 8 oylikgacha bo'lgan davrda mollar bo'g'oz. Gavdalarini ko'rishlaringiz mumkin. Bir hafta bo'lgan kelganiga endi charchoqlari chiqib, endi jonivorlarning badanlari yozilyapti. Yo'lda gazeta plus minus 6 kun yo'l yurishgan, skatavozda unaqa furaga ortilib yoki kamazga ortilib bir-birini pachaq qilib yurmagan, chotki, normal sharoitda kelgan va shunga qaramasdan baribir 6 sutkalik yo'l любой hayvonda o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Jonivorlarni qaranglar. Bitta yaqinroqdan kelib, bitta ikkitasini shunday taglarini obzor qilib bergin-da operator. Joyimiz sal neudobniy. Pastini, yelinni mana orqasidan olib bergin. Kimga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turgan holatda o'zlaringizga kerakli kolичествоda kelib turib, ma'qul bo'lgan mollaringizni ushlatasizlar, ushlab berishadi, chiqarasizlar. O'zingizda vrach bo'ladigan bo'lsa agar, bemalol UZI qildirib yokida o'sha tushunadigan odam bo'lsa, qo'l solib bo'g'ozligini aniqlab 100% ishonch hosil qilgan holatda olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Yetuk bo'g'ozlarning narxi sal balandroq, homilasi sal maydaroqlarni arzonroq qilib, yo'lida qilib berishadi. Dastavka xizmatlariga keladigan bo'lsak agar, dastavkasini ham agar yaqin orada bo'lsa, ichida ham qilib berishadi. Samarqand ichi bo'lsa, bitta ikkita oladigan bo'lsangiz ham, yaqin orada nima qiladigan bo'lsangiz, xarid qiladigan bo'lsangiz, dastavkasini ham qilib berishadi. Ko'p bo'lsa, viloyatga oladigan bo'lsangiz, uni ham yo'lida qilib xayriga o'tib berishadi, xudo xolasa. Eng kulminatsion nuqtasi, mehki, uni sigirlarni ko'rsataylik birinchi o'zi. Narxini aytishdan oldin. Men o'zim bu 4-5 ta olib ketaman deyman-da o'zim. Yangi uchastka nechaga bog'lanmaga berdim, bitta yelini ko'rsataylik. Mana yelini mollarni. Bo'g'oz, hammasini toza cho'kkan, toz usti cho'kkan bo'lsa, mollar bo'g'oz hisoblanadi va yana ushlab turib ham qo'l soldirib yoki UZI qildirib tekshirtirib olsalaringiz bo'ladi. Men bularni o'sha yelin qo'zg'algan, yelinlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mollar juda ajoyib sostoyaniyada. 6 kun yo'l yurgan bo'lsa ham, bundan ham bahaybat bo'ladi. Tug'ish yaqiniga kelganida esa vobshe kattarib ketadi bu mollar. Endi galshtenchalik katta bo'lmasa ham, bularning afzallik tomonlariga keladigan bo'lsak, tuyoq kasalliklariga chidamli, har xil mastit kasalliklariga organizm juda chidamli hisoblanadi bu mollarni. O'shaning uchun bemalol olib, boqib o'zlaringiz ko'rsalaringiz bo'ladi. Birinchi qoringa sotgan joyni o'zi, o'sha Rossiyadagi xo'jalik 20 litrdan o'sha laktatsiya boshlanadi deyishgan bularni. Endi u yog'i o'zlaringizni qo'llaringizda. Yemini to'g'ri qilib, normal taqsimlar, ratsion qilib boqadigan bo'lsalaringizga bemalol boyaga aytganday 20 litrgacha birinchi qorinda sut olishlaringiz mumkin. Men o'zim shaxsan ko'rganim, mana shu molni bitta obzor qildim, jonivorni shu yetuk bo'g'oz ana shu. Qorin so'gan, qorin osilib yotibdi, ana uni ko'rsatdi, buqaga o'xshab turibdi unisi. Jonivor. Mana bu ham bo'yi juda novcha ekan. Bu ham bo'g'oz jonivor. Men o'zim ko'rganim bu parodani где-то 30 litrgacha sut beradi. 30 litrgacha olib turib bemalol boqsalaringiz bo'ladi.
Bu parodani boqqan biladi o'zi, ularga o'rgatish ham shart emas. Ko'rgan odamlar o'sha bu parodani taniydiganlar o'sha bittada kompot bo'lib qoladi bularni ko'rsak. Men o'zim havasim keldi bularning holatini ko'rib hozir. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi menimcha, mana hozirgi kecha kunduz, bugun 21-noyabr 2025-yil hisobida 35 million so'mdan 45 million so'mgacha qoramollar bor bu yerda. Bo'g'ozligiga qarab, gavdasiga, o'ziga qarab, mana shunaqa narxda baho qo'yilgan. Sotib oladigan bo'lsalaringizga, xudo xolasa yana yo'lida qilib berishadi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqqan holatda nomerlarga telefon qilsalaringiz, telegramlarga yozsangiz agar, sizga точный lokatsiyasi, manzili tushuntirib beriladi. Bu yerda pastda endi odam bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib turib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Mollarning sostoyaniyasi juda zo'r. Kelganiga 7 kun bo'lgan, yo'lda 6 kun yurishgan. Holati juda a'lo mollarni. Nasib bo'lsa, mana auditoriyamdan kimdir bularni sotib oladigan bo'lsa agar, juda xursand bo'lardim, chunki boyagi aytib o'tganimdek, yuqumli kasalliklardan keyin ko'pchilik mollar aziyat chekkan. Odamlarda misol bitta moli bo'lsa agar buzog'i nobud bo'lgan yoki sigiri yoki shunga o'xshash xunuk hodisalar bo'lgan. Xudo xolasa o'sha havo salqin chorvamizda populyatsiyasini nasib bo'lsa birgalikda ko'paytiramiz degan umiddaman. Biz bilan bo'linglar, kanalda kuzatishda davom etinglar. Bu videoni chorvadorlar gruppasiga tashlab qo'yinglar. Hammamiz uchun manfaatli bo'ladi.